Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga chaqaloqlarda son boshchasi chiqishini aniqlashga yordam beradigan Ortolani test haqida so'zlab beramiz. Ortolani testi chaqaloqlarda amalga oshiriladi. Chaqaloq yuqoriga qarab yotgan holatda bo'ladi. Shifokor tizza bo'g'imidan 90 gradusga ikki tomonlama bukadi hamda chanoqson bo'g'imiga bosim berib abduksiya amalga oshiradi. Abduksiya amalga oshirish vaqtida yuzaga keladigan xarakterli shiqirlash tovushi yoki belgisi testning musbat ekanligi, aksi esa manfiy ekanligini ko'rsatadi. Ortolani testining MACU'ga ko'ra prognostik qiymati 39 dan 61% gacha. Xulosa qilib aytganda, ushbu test chanoqson bo'g'imi displaziyasi uchun birlamchi bo'g'imda eng asosiy skrining usullaridan biri hisoblanadi.